Assalomu aziz do'stlar, sizlar bilan yana Balajon Abdullayev. Tanijoylar sog'mi? Charchab qolmayapsizmi? Issiqlarda avgust oyi ham issiq kelyapti. Xo'sh, agat olish haqida ko'pchilik bizga savol berdi. Juda ko'pchilik qiziqishyapti. Biz mana agat olishlarni boshladik, xudo xolasa. Bu yerga o'tgan yili ozroq guruch to'ponni solganmiz mana. Guruch qipig'i deydimi, to'pon deydimi, po'chog'i deydimi, po'slog'i. Buni ko'p solmaydi. Bu sekin chiriydigan narsa. Ko'p solsangiz bu chiriganda gaz hosil bo'ladi, ko'chatingizni quritib qo'yadi. Ozroq miqdorda solsangiz yaxshi bo'ladi. Imkon bo'lsa chiritib turib solsangiz undan ham zo'r bo'ladi. Xo'sh. Agatni biz mana qilib olamiz hisobini. Misol qaysidir bittasi 1.10 ga to'g'ri keladi. Ariqdan ariqqacha 1.10 dan 1.20 gacha qilamiz. Endi mana apparatingiz bo'lsa 1 metrda olsangiz ham bo'laveradi. Sababi tikkaroq bo'lishi kerak ariq. Imkon boricha bu agati pushta deydimi, agat deydimi, tikkaroq bo'lgani ma'qulroq bo'ladi. Hozir mana mashlar 1.15 shunaqa holatda olingan, chekasiga 80 qoldirganmiz. Chekasiga bir qator ekanmiz, bunga ikki qator ekanmiz. Bu hozir to'liq bo'lmagan holatda, bu apparatimiz 2 marta yurildi mana. Kvanligi deydi, Chindon kvanligi, bundan 2 marta yurildi. Yerlarimiz qattiq, biz O'zbekiston yerlari qattiq, Koreyanikiga o'xshagan emas. Keyin lotari deydi Koreyada, bunaqa yer haydaydigan apparatimiz ham yo'q bizda. Toshkentlarda bor ekan, lekin bu hozir mana qattiq yerimiz. Endi bunga nima qilamiz? Tepasiga ham bitta shlankada suv berib turib, ariqchasiga ham ozgina suv berib turib, bundan yana bir marta yuramiz. Undan yana yetmagan joyga yana bitta suv berib turib, keyin yana olamiz. Shunda mana tepasi shu 50 sm, hozir bir 60 sm bor. 50 sm bo'lsa, shunda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bo'yi ham hozir misol mana 25 sm turibdi. Kamida bir 40 sm bo'lsa balandligi juda yaxshi natija bo'ladi. Xo'sh, hozir men sizlarga stilajlarimni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Undan keyin Alloh nasib qilsa ertaga Koreyaga uchamiz. Koreyada dehqonlarning vaqti bo'lsa ko'rishamiz. Imkon bo'lsa savollaringizni yozib qo'yinglar. Koreys ustoz bilan gaplashganda savollaringizni so'rab beraman. O'zimda ham savollarni beramiz ularga. Xudo xolasa ozmuncha bo'lsa ham ma'lumot olamiz. Nasib qilsa vizamiz chiqdi. Ertaga 3 kishi bo'lib Koreyaga sayohatga boramiz. Hozir stilajlarimizni, ko'chatlarimizni bir ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Xo'sh, mana qaranglar. Stilajlarimizga ham yetib keldik. Har bitta tandonni o'ziga yarasha sinov maydonchasi bo'lyapti hozir burada. Qaranglar, bunda chipi ko'proq. Koreys ustozdaqa bunga chipini ko'p toptirib qildik. Bunda perlit aralashtirib qildik. Bu ham sinov endi. Bunda subun deydi, PG sanhan deydi, suvni ketishi, namlikni ushlashi, bunda suv ketishi, namlikni ushlashi kamroq bo'ladi, suv ketishi juda kuchli bo'ladi. Natijasini ko'ramiz endi qishda qaysi biri qaysi ustun bo'lsa, shunga qarab turib kelajakda o'shani rivojlantiramiz. Bunisi yana bitta sinov. Qaranglar, mana undan past tomoniga qo'yilgan. Drenaj yaxshi bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Shuning uchun drenaj hisobiga buni pastdan qo'ydik. Tepasiga mana o'zimizni kokos, strushka, keyin perlit, keyin uni chipdan 30 bo'ldi hisobda. Bu ham tajriba. Xo'sh, bu ham tajriba. Bu Hayam pitimosi deydi. Koreyani o'zi shunga ekishar ekan. Bu oq kokos, oq turf ham deyishar ekan bunda. Koreyadan kelgan bu, faqat qulpnoy uchun. Men bunga ekib ko'rmagandim, menga yangilik bo'ldi bu narsa. Buni ham o'zini qildik. Hozir yana bittasini ko'rsataman. Mana bunisida perlit aralashtirganmiz. 30% mi, 20% perlit qo'shilgan holat. Natijasini ko'rib boramiz. Endi ko'chatxonani ko'rsataman. Ko'chatxonaga ham kirib kelyapmiz. Ko'chatlarimiz baraqlab o'sishdan to'xtagan. Sababi buni chiniqtirish kerak. Iddizga ishlash kerak, balkiga emas, bu yog'i. Shuning uchun hozir issiq holatda mana stressda turibdi o'zimiz. Endi bu yog'iga gavhariga ishlanadi. Bu tanoplarning hammasini chiqqan yurib tashlaydi. Shunday holat. Ko'chatlarimizdan ozmoz ortar ekan.
kerak bo'lganlar aloqaga chiqinglar. Telefon nomerimni balki ishlamas, balki ishlar. Sim kartamni ukamga berib ketaman. Agar sim karta mabodo ishlamaydigan bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqib olasizlar. Ko'chatlarimiz ozroq ortar ekan, xudo xolasa. Shunday holat. Aytganimdek savollaringlar yozinglar, xabar qoldiringlar, xudo xolasa. Karis ustoz bilan ko'rishganda yana bir savollaringizga javob beramiz. Allohga omonat.